Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan juda muhim bo'lgan, ya'ni tibbiyotimizdagi muhim mavzular haqida gaplashmoqchimiz. Bu videolarda chiqarishimizning asosiy maqsadi shunday bo'lyaptiki, hozirda bizni qabulimizga kelayotgan kasallarimizda, umuman atrofda boshqa joylarda qancha kasalxonalarga borib, qancha shifokorlarning oldiga borib davolanishni xohlab borib, lekin tuzalolmay yurgan kasalliklarning eng asosiy muammolar haqida gaplashishga harakat qilamiz. Nimagaki islom bizga shunaqa narsani o'rgatadi. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan o'limdan boshqa, qarilikdan boshqa barcha kasalliklarni davosi bor, faqatgina uni izlashimiz kerakli haqida shunday ma'lumot kelgan. Demak, biz hamma kasalliklarni tuzata olamiz. Olsak bo'ladi. Faqat uni biz izlashimiz kerak, topishimiz kerak. Lekin hozirda nega shuncha kasalliklar balki tuzalmayapti yoki bo'lmasa surunkali kasalliklar ko'p deydigan bo'lsak, biz kasallikning asl sababini topmaymiz. Sababini topolmayapmiz. Sababini topishni bilmayapmiz. Yoki bo'lmasa biz kasalni davolayapmiz deb faqat uni belgisini yo'qotib qo'yamiz. Tasavvur qiling, bugun biz sizlar bilan gaplashadigan kasalliklar eng aholi orasida ko'p uchraydigan yoki o'zim ba'zida har bitta odamda bo'ladigan bosh og'rig'i haqida gaplashmoqchimiz. Aslida bosh og'rig'i nevropatologlarning yo'nalishi mutaxassisligi bo'lishligi mumkindir. Lekin men aynan terapevt bo'lganim uchun bosh og'rig'ining terapevtik tomondan qanaqa bo'lishini, qanday kelib chiqishini, u nima uchun aynan nevropatologga borgan bilan to'liq tuzalmasligi haqida gaplashamiz bugun sizlar bilan. Nevropatologga biron bitta odam bosh og'rig'i bilan shikoyat qilib boradigan bo'lsa, u yuboradi. Ya'ni birinchi tashxis qo'yishga ba'zida shu o'zini maxsus yo kompyuter tomografiyaga yoki bo'lmasa MRTga yoki bo'lmasa o'zini maxsus tekshirishlariga elektroensefalografiyaga yuborish mumkin va uni kasalni shuni analiziga qarab ba'zida xulosa qilishadi. Bordi, tekshirtirdi, kompyuter yo MRT nima analiz qilgan bo'lsa qildi, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ya'ni aytarli o'zgarish yo'q. Lekin bosh og'riyapti. Nima qilish kerak unda? Undan keyin ular biron bitta og'riq qoldiruvchi, ya'ni yallig'lanishga qarshi bo'lgan biron bir vosita yoki bo'lmasa aynan simptomatik davo qilinadi. Simptomatik degani og'riq qoldiruvchi dorini berib qo'yishadi. Yoki bo'lmasa qon aylanishi yaxshilayapti deb qon aylanishini yaxshi to'g'rilovchi dorilarni berishadi. Lekin masalan ikkinchi tomoni, nozik tomoni shundaki, balki shu bosh og'rig'ining sababi boshqa joydan bo'layotgandir deb bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Endi men o'zim shu yerda talabalarimizga tushuntirganda yoki bo'lmasa dars o'tgan mobaynimizda shu narsani ko'ryapmizki, bosh og'rig'ini sabablari juda ko'p bo'lishi mumkin. Bir nechta juda ko'p sabablari bor, bir nechta turlari bor. Biz aynan bugun sizlardan ko'radigan bosh og'rig'i, mening amaliyotimda shu paytgacha uchraydigan bosh og'riqlaridan eng asosiysi o't qopiga bog'liq bo'lgan bosh og'riqlar ba'zi 75% ga uchrashi mumkin. Bu degani 10 ta odamning ba'zida 7 ta, 8 tasi mana shunaqa bosh og'rig'i kuzatiladi. U bosh og'rig'i qanaqa bo'ladi? Bosh og'rig'i shunday bo'ladiki, mana bu o't qopini meridiani, ya'ni meridian deganda tanada o't qopi bu yoqda bo'lgan bilan shu o't qopini organiga energiya oqadigan kanallari bo'ladi. Uni sharq tog'batida hozir meridian deb gapiradi. Endi shu meridian energiya oqadigan kanal qaysi joydan o'tgan bo'lsa, o'sha joyga o't qopi signal beradi. Ya'ni o't qopi tiqilib qolsa, o't qopida qandaydir kasalliklar bo'lsa, o'sha organga signal beradi. Buni ko'rsangiz, mana boshni chakka qismidan boshlangan, quloqda atrofini aylanib o'tib bu yoqqa kelgan, keyingisi yana peshona qaytib kelgan va peshonadan boshni orqa tomonida mana yonboshdan yurib to oyoqqacha tushib ketgan. Demak, bu o't qopining meridiani ekan. Endi shunda kimningdir o't qopi, endi bizda bilasizlar, juda ko'p odamlar noto'g'ri ovqatlanadi. Noto'g'ri ovqatlangandan keyin ko'pchilik odamlar kechqurun ovqatlanadi. Xamirli ovqatlar yeydi yoki o'zi boshqa o't qopi mavzusida yana alohida
video chiqarishga harakat qilamiz yoki bo'lmasa videolarimiz bor o't qop haqida. Noto'g'ri ovqatlanishi natijasida o't qopida tiqilish, bukilish bo'lishi mumkin. O't qopi o'sha paytda o't qopi sizga og'riq bermasligi mumkin yoki bo'lmasa ba'zida bir marta og'riq beradigan bo'lsa, biz o'sha og'riq bergan paytda allohol ichamiz yo spazmolitikdan ichamiz, spazmolgon noshpani ichib bu og'riqni to'xtatib qo'yamiz. Lekin o't qopi ishlolmay qiynalib qolaveradi. O't qopini to'liq davolab turmaydi. Ba'zida kasallar aytadi, men shu o'ng qo'rg'u soha ostida og'rig'im bor deb yuradi. O'tini og'rig'i bo'ladi, har ovqat yeganda bo'ladi, yo kekiradi kasal, yoki bo'lmasam og'zi achchiq bo'lishi mumkin. Aynan shunaqa odamlarni mana bosh og'rig'i beradi. Qayerga? Birinchi chakka qismi og'riydi. Mana chakka qismida nuqta turibdi. Shu chakkadan boshlanadi og'riqlar. Demak, ikkita chakka og'risa yoki peshona og'riydi, yoki bo'lmasam peshona qismi og'riydi, yoki bo'lmasam uni boshini orqa tomoni og'riydi. Demak, kasal agarda kimningdir boshi og'riyotgan bo'lsa, chakka qismdan og'riyotgan bo'lsa, yo u yog'i yo bu yog'i, yoki bo'lmasam peshonadan og'riyotgan bo'lsa, yoki ba'zi bir holatlarda peshonaning orqa tomonidan, ya'ni boshning orqa tomonida ensa sohasi og'riyotgan bo'lsa, bu o't qopiga bog'liq bo'lgan bosh og'riq. Ya'ni o't qopi tiqilib qoldi, ana shundan og'riyapti. Endi o'sha odam o't qopi tiqilib qoldi deb biz hozir aytayapmiz, lekin u borib vrachga borib, meni o't qopini dimlanish bor ekan, yo o't qopim tiqilsa shu bosh og'ridi desangiz, u birdan o'zi qiladi. O'zi qiladida, o'zida sizga o'tingizda sal bukilish yo ozgina yaxshi ishlamay tiqilib turibdi yoki buralib qolibdi, bu hech narsa qilmaydi deb qaytarib berishi mumkin. Lekin eng nozik joyi shundaki, endi o'zi qilib tekshirgan paytda, qachonki o'zi ultrazvuk degani shu tovush o'sha o't qopiga borgan paytda, o't qopida zichlashish bo'lsa, ya'ni toshmi, o't qopi tosh kasalligimi yoki polipmi yoki bo'lmasam jigarda qanaqangidir biron bitta hosilami yoki bo'lmasam kistami yo jigarda parixvotoz zichlashmi bo'lsagina aniqlaydi o'zi. Undan oldingi bo'layotgan, ya'ni o't qopi ishlayaptimi, ishlayaptimi? To'liq ishlayaptimi, ishlamayapti? Uni aytib bermaydi bizga. Uni o't qopi bizga signal qilib beradi. Signal degani organizmning bizga gapiradigan gapi. Ya'ni organizm qayerda tiqilib qoladi, ishlamay qoladigan bo'lsa, bizga signal beradi. Mana shu joy tiqilib qoldi. Endi o'sh signal o't qopi bu yoqda turgan bilan, lekin o't qopi meridianida paydo bo'ladi shu signal. Shuning uchun bosh og'rishi mumkin. Boshga og'riq beradi. Boshni chakka, peshona, orqa tomonlar og'riq beradi. Asabiylashish bo'ladi. Tez jahl chiqish bo'ladi. Xotirada unutishlar bo'ladi. Ya'ni yaxshi eslolmasligi mumkin. Vahimalar bo'ladi. Yoki bo'lmasa odamlar doimiy ravishda depressiyaga, tushkunlikka tushib qoladi. Yoki biron bitta holatdan chiqa olmay qoladi. Yoki surunkali bosh og'riydi. Bosh og'rig'i dorini ichadi, bosh og'rig'i sal to'xtaydi, yana og'riydi. Yana ichadi, yana og'riydi. Bosh og'rig'i ketmaydi, bosh og'rig'i kuchayib ketaveradi. Lekin uni masalasi boshda bo'lmasligi mumkin. Ya'ni MRT qilib ko'rgan buni hech narsa yo'q boshda. Demak, u boshda emas masala. Uni sababi boshqa joyda turibdi. Endi uni siz aniqlashingiz kerak birinchi. Siz davolanishingiz to'g'ri bo'lmaydi, to kasallikning sababini aniqlab bo'lmagunizcha. Ya'ni kasallik qayerdan kelib chiqayotganini siz agar to'liq aniqlasangiz, siz juda ko'p sarf xarajat qilmasdan ham shuni to'liq davolasa bo'ladi. Endi biz shuning uchun o'sha o'zi qon siydiklarda analizlarda chiqmagandan keyin topishga qiynalganimiz uchun biz mana bunday qilib qo'lning ichidan sujjok deydi, suv qo'l kafti, jok oyoq kafti, shu orqali qo'lning ichidan tashxis qo'yamiz. Tashxis qo'yamizda haqiqatan shu boshda bo'layotgan og'riq o't qopining og'rig'imi yoki bo'lmasa boshqa joydan beryapti. Agarda o't qopining og'rig'i bo'ladigan bo'lsa, o't qopining og'rig'i o't qopini davolash orqali bo'ladi. Endi o't qopini da kasalligi bo'lsa, o't qopining o'ziga bog'liq bo'lmasligi mumkin. U ya yo'g'on ichakka bog'liq bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ingichka ichakka bog'liq yo oshqozon yoki umurtqa pog'onasida. Shuning uchun o'sha kasallikni topamizda shunday qilib lechina qilinadi. Bizda shunday kasallar bor. 7 yil, 8 yildan beri bosh og'rig'i bilan qiynalgan, nevropatologlarga borgan, uchoqli nerv nevralgiyasi deb qo'ygan yoki bo'lmasa cherepli deb qo'ygan yoki boshqa kasalliklar deb qo'yilgan.
undan keyin biz shu kasalliklarni sababini topib berganimizdan keyin qanaqa qilib davolashni aytganimizdan keyin ovqatini to'g'irlab berganimizdan keyin shu kasalni ko'rib hammasini to'g'irlangandan keyin ba'zida bir oydan keyin ba'zilar 2 oydan keyin Allohning fazlidan to'liq tuzatsa bo'ladi. O'sha sitramonimi, bosh og'rig'i tremolmi, bosh og'rig'i dorilarni ichmasdan, migrenollarni ichmasdan ketsa bo'ladi. Faqat bitta narsa, siz o'zingiz haqingizda o'zingiz qayg'uring. Yaqinlaringiz haqida o'zingiz qayg'uring. Vrachlarga standartda yozilgan bir narsa bor. Standartda yozilgan narsani qilishga harakat qilishadi. Lekin o'sha narsa chiqmay qolsa, sizda bu narsa yo'q ekan deyish mumkin. Shuning uchun chuqurroq qilib hamma joyni tekshirib chiqish kerak. Inshaalloh biz yana harakat qilamiz. Bosh og'rig'ining boshqa organlarga bog'liq bo'lgan og'riqlari bor. Ularni yana kelajakda agarda kelajakda videolar chiqarishga harakat qilamiz. Manfaatli. Bitta odam shundan manfaat olsa ham bizga eng asosiysi bizning kasbimiz odamlarni to'g'ri, samarali, sifatli, to'liq davolash yo'lini ko'rsatishdan iborat. Biz davolab bera olmaymiz, faqat yo'l ko'rsatib beramiz. Alloh robbil alamin shifoni beradi. Biz bir sababni qilib beramiz. Shu sabablarni to'g'ri qiladigan bo'lsa, inshaalloh hamma kasallik tuzaladi. Eng og'ir degan kasalliklardan hali sekin-sekin chiqarishga harakat qilamiz. Bu narsadan boshi og'rib, qiynalib yurgan o'zingizning yaqinlaringiz bordir, qarindoshlar bor. Ularga aytish kerak, bildirishimiz kerak. Inshaalloh hamma kasallikni to'liq davolasak bo'ladi.